Uyda men uchun zarur bo'lgan med texnikalar. Ko'pchilik faqat kasalxonadagilar yoki qariyalar tibbiy qurilmalarga muhtoj deb o'ylaydi. Ammo haqiqat shundaki, uyda zarur bo'lgan med texnikalar har bir inson hayotini saqlab qolishi mumkin. Birinchisi tonometr, ya'ni qon bosimini o'lchagich, yurak qon tomir kasalliklarining xavfini nazorat qilish uchun foydalaniladi. Ikkinchisi pulsaksimetr, ya'ni qondagi kislorod miqdorini o'lchagich, o'pka kasalliklari, COVID-19 yoki astma kabi holatlarda kislorod darajasini nazorat qilish uchun ishlatiladi. Uchinchisi glyukometr. Bu qondagi qand miqdorini o'lchagich, qandli diabet bilan kasallangan bemorlar uchun juda muhim. To'rtinchisi termometr. Xalqimizda gradusnik deb ataluvchi tana haroratini o'lchagich, infeksion kasalliklar, isitma va virusli kasalliklarni kuzatish uchun foydalanadi. Isitmani 38 dan yuqori ko'rsatkichi ko'plab infeksion kasalliklarning birinchi belgisi hisoblanadi va bu ham har bir oilada bo'lishi tavsiya etiladi. Eng oxirgisi bu nebulizer, ya'ni nafas olish ingalyatori. Astma yoki bronxit kasalligiga shifokoringiz nazoratidagi dori-darmonlarni o'pka orqali tez yetkazish uchun ishlatish juda samarali hisoblanadi. Endi o'zingizga savol bering. Siz favqulodda vaziyatga tayyormisiz? Agar yo'q bo'lsa, bugunoq o'zingizni va yaqinlaringizni asrash uchun shunchaki oddiy tibbiy asboblarni uyda saqlang. Bu kichik qadam sizni katta xavf-xatardan saqlashi aniq.